гидроазин здесь представлено, сегодня будут много говорить о нем. И препараты у вас есть, если вы будете здесь справа, я не буду рассказывать, как работает семаглутид, пусть поработают те люди, которые работают, контролируют его самому. А уменьшение калорийности – это основной фактор антистарения. Итак, если мы правильно настроим иммунитет лечения, если мы считаем нужным назначить препарат, я обратилась к доктору, но вам что-то. По-другому, когда результат уже нам, госпожа Фатима, то, наверное, бы не пришлось бы говорить ни о витаминах, ни о нутриентах, ни о B12. И естественно, что все тоже хорошо. Mana bugun biz Farg'ona viloyat hokimligi, Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot instituti, Farg'ona sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi va uning Farg'ona viloyat filiali hamkorligida bugungi kunda biz Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot institutida sog'lom uzoq umr 45+ gormonal va metabolik muvozanat mavzusida xalqaro ilmiy anjuman o'tkazmoqdamiz. Ushbu ilmiy anjumanga hamkor davlatlarimizdan 11 dan ortiq spikerlar hamda respublikamiz miqyosida 200 dan ortiq endokrinologlar va mutaxassislar taklif qilingan. Ushbu ilmiy anjumanni o'tkazishdan maqsad insonni, aholini 45 yoshdan keyin o'zini sog'ligi uchun qanday e'tibor berishlari hamda tibbiy tomondan odamni sog'lom umr ko'rish uchun qanday gormonal muvozanatni ushlab turish uchun xalqaro tavsiyalar berish ko'zda tutilgan. Ushbu anjumandan keyin o'ylaymizki, bu yerda ko'rsatilgan ilmiy tadqiqot natijasidagi ko'rsatmalar bizning viloyatimizda amalga keng tatbiq qilinadi.